Ayyub payg'ambar qissasi. Ancha vaqtlar oldin hozirgi Suriya taraflarida go'zal bir shahar bo'lgan. Tuprog'i barokatli, havosi toza va suvi juda mazali edi. Ayyub bu go'zal shaharning eng boy odami edi. Vodiylarni to'ldirgan qo'y podalari, hosili tugamaydigan uzumzorlari va bog'lari, har biri bir-biridan go'zal, sog'lom farzandlari va shular bilan birga va uning qalbi pok bir ayoli, baxtga to'la uyi ham bor edi. Ayyub ham xuddi ajdodlaridan bo'lgan Ibrohim alayhissalom kabi jo'mard, saxiy odam edi va Alloh uni ham payg'ambar qilib tanladi. Ochlarni ovqatlantirar, kiyimsizlarni kiyintirar, muhtojlarga g'amxo'rlik qilardi va u shokir, ko'p shukr qilguvchi bandalardan edi. Unga berilgan shuncha boylik uchun u kecha-yu kunduz Allohga shukr qilardi. U qanchalik ko'p shukr qilgani sayin Alloh unga yana shuncha ko'p berar. Ayyub payg'ambar esa undan-da ko'proq Allohga shukr qilishga harakat qilardi. Ayyub alayhissalomning bunday yaxshi banda ekanligini ba'zilarni hasadini keltira boshladi. Agar biz ham shunchalik boy bo'lganimizda ertadan kechgacha Xudoga shukr qilardik, kambag'allarga ham yordam bergan bo'lardik, deb aytishayotgan edi. Ajabo, haqiqatdan ham shunday bo'larmidi? Qiziq, agar Ayyub payg'ambar kambag'al bir inson bo'lganida Robbisiga shunday shukr qiladigan banda bo'lmasmidi? Alloh farishtalarga va odamlarga aslida uning qanday banda ekanligini ko'rsatishni xohladi va uning vodiylarni to'ldirgan hayvonlariga kutilmagan bir kasallik tegdi. Qo'zilar, sigirlar, otlar va tuyalarning hammasi nobud bo'ldi. Ammo Ayyub sabrlilardan bo'ldi. Alloh berdi, Alloh oldi dedi. Keyin keng dalalar, uzumzorlar va bog'lar qurib qoldi. Ammo Ayyub payg'ambar sabrli banda bo'ldi. Uning oilasi juda qattiq faqirlikka duch keldi va bir kuni ularning uylari vayron bo'ldi. Ayyub payg'ambarning barcha bolalari halok bo'ldi. Ayyub yig'ladi. U juda ham ko'p yig'ladi. Ammo u sabrli banda bo'lishni davom etdi. Alloh berdi, Alloh oldi dedi. Oradan bir qancha vaqt o'tgach, Alloh taolo Ayyub payg'ambarga bir xastalik berdi. Kasallik juda og'ir edi. Ayyub payg'ambarning yonida xotinidan boshqa hech kim qolmadi. Hamma uni tark etdi. Yillar shunday azob va iztiroblarga to'la o'tdi. U shunday ulkan bir sabr qahramoni edi. Umuman ahvolidan shikoyat qilmayotgan edi. Iblis uning bu holatidan qattiq g'azablanayotgandi. U nimadir qilishi, Ayyubni Allohning zikri eslashidan va unga shukrona aytishidan qaytarish kerak edi. Ammo uni aldashni uddasidan chiqolmayotgan edi. Shunday qilib, u Ayyub payg'ambarning xotinini aldashga qaror qildi va bir erkak qiyofasida uning oldiga chiqdi. "Menga qara, qizim, eringga ayt, Allohni zikr qilishni to'xtatsin, chunki u Alloh degani sayin dardlari borgan sari ko'payib borayotgan edi. Agar u Allohga iltijo qilishlarini to'xtatsa, Alloh ham uni o'z holiga qo'yadi. Uning kasalligi tuzalib ketadi", dedi. Ayyubning xotini unga unchalik ishonmadi, ammo shubhalanib qoldi. Uyiga borib barchasini Ayyubga aytib berdi. Ayyub payg'ambar juda g'azablandilar
birinchi marta xotinidan bunchalik jahli chiqayotgan edi. Bular shaytonning so'zlari dedi va u endi yolg'iz qolishni xohlayotganini aytdi. Xotini uni yolg'iz qoldirib, o'zi ketib qoldi. Kunlar shunday o'tib borardi. Ayyub sabr ila Allohni eslashdan charchamasdi va u faqat undan yordam so'rar edi. Bir kuni Alloh taolo Ayyub payg'ambarga oyog'ini yerga ur deb buyurdi. Ayyub payg'ambar oyog'ini yerga urdi. Yerdan toza, salqin va shifobaxsh suv chiqdi. Ayyub bu suvdan ichdi, yuvindi. Qancha kasalligi bo'lsa, hammasidan shu onda tuzaldi. Uning barcha yaralari bitdi. Bu Allohning mo'jizasi edi. Alloh taolo Ayyub payg'ambarga shifo bergandi. Ayyub payg'ambarning xotini eridan xavotir olib uyiga qaytdi. Ammo eri yotog'ida yo'q edi. Chap o'ngiga boqib erini qidirishni boshladi va erini topganida u oldingidan ham sog'lom va baquvvat ko'rinardi. Bu Allohning buyuk bir mo'jizasi edi. Bu ajoyib mo'jiza edi. Ayyub payg'ambar sog'ligi bilan birga oldingidek boyliklarga ham ega bo'ldi. Alloh unga yangidan barokatli boylik berdi. Qo'sha-qo'sha otlar, suti mo'l sigirlar va tuyalar, keng va uzun dalalar berdi. Ular yana sog'lom va bir-biridan go'zal farzandlar ko'rishdi. Xalqi orasida so'ziga itoat qilinadigan buyuk payg'ambar bo'lib yashadi. U qanday ham yaxshi banda edi. Doimo Allohga yuzlanardi. Bu sabr va qanoat qahramoni Ayyub payg'ambarning hikoyasidir va qanday ham go'zal va ibratli hikoyadir.